15-savol. Raqamlarda berilgan javoblarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. Birinchi, ftor elementining eng yuqori o'xshanish darajasi minus bu yoqda qolibdi, 1 ga teng debdi. Xo'sh, ftor 0 holati ham bor. Va ftor har qanday birikmasida, ftor ikkisida yoki ftorning ikkisida birikmasida qolganlarda minus 1. Demak, yuqori darajasi minus 1 emas, 0 bo'ladi. 0 minus 1 dan kattaroq bo'lgan uchun. Demak, birinchi fikr xato fikr. Ikkinchi fikr, azot elementining eng quyi oksidlanish darajasi -3 ga teng deb. To'g'ri. Ammiak tarkibida azot oksidlanish darajasi -3 bo'ladi. Undan quyi bo'lmaydi. Yoki ammoniy ionida ham azot oksidlanish darajasi -3 bo'ladi. Ammoniy ionida ham azot -3. Azot -4 bo'lmaydi. Undan pastrog'i yo'q. Shuning uchun ikkinchi fikr to'g'ri ekan. Uchinchi fikr, pirit tarkibida oltin yut oksidlanish darajasi -2 ga teng debdi. Pirit tarkibida temir S2 temir S2 da struktura temirga ikkita oltin yut bog'lanadi, mana bunday bo'lib. Va bu oltin yutlar o'rtasida o'zaro bog' bo'ladi. Temir +2 oksidlanish darajasida bittadan elektron beryapti, oltin yutlarga ikkita bergani uchun +2. Oltin yutlar esa -1 darajada bo'ladi. O'zaro bog'lansa elektron oldi berib bo'lmaydi. -2 degan uchun 3-fikr xato bo'ladi. 4-fikr, elementlar oksidlanish darajasi yuqori bo'lsa, u oksidlovchi hisoblanadi. Demak, 4-fikr ham to'g'ri. Darajasi eng yuqori bo'lgan elementlar faqat oksidlovchi bo'ladi. Ular hech qachon elektron bermaydi, faqat oladi. Elektron olganlar oksidlovchi hisoblanadi. 4-fikr to'g'ri bo'lsa, javob to'g'ri javoblar 2 bilan 4 to'g'ri javob, 2 bilan 4 A ga kiradi, to'g'ri javobga. 1 bilan 3 esa noto'g'ri javob B javobga kiradi.